400 ming dollar arzoniga sotilayotgan dala hovlini ko'rsatamiz. Yer maydoni 21 sotiq. Zimniy basseyn, stol tennis, bilyard, xullas dala hovlida nima sharoit bo'lishi kerak bo'lsa, bu dala hovlimizda ortig'i bilan bor ekan. Umumiy 9 ta 10 ta xonasi bor. Ko'chadagi insonlar pulini berib bir kun ham dam olgan joyi yo'q ekan. Kattagina mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin. Shu videoda ko'rayotgan mebel, texnikalar hammasi shu dala hovlini o'zida qolar ekan. Hech nimani olib chiqib ketmas ekanlar. Yotoqxonalarimizni ko'ryapsiz, o'zini sanuzul hojatxonalariga ega. Mebellarni ham yaxshidan ishlatgan ekanlar. Bu dala hovli tirikchilik qilish uchun qurilmagan ekan. Ancha yildan beri o'zlari oilalari bilan chiqib yozda shu yerda muzdekkini o'tkazishar ekan. Orqa tomonda yana alohida hovlilari bor, yozgi oshxonalari, tapchanlari, tepada yangi shalay qurib qo'ygan ekanlar. Ikkinchi qavatda ikkita yotoqxona, birinchi qavatda sanuzul, oshxona, bitta hovli bor ekan. Manzilga keladigan bo'lsa, Bo'stonliq tumani, Chimyon, Qizilsoy qishlog'ida joylashgan shu dala hovlimizni egalarini o'zlaridan xarid qilsanglar bo'ladi. 1 milliondan oshuvga aylangan ekan. Lekin pul zarur bo'lgani uchun 600 ming dollarga shu dala hovlini sotishga qaror qildilar. Yaxshi mahallalardan tayyor dala hovlilarni egalarini raqami bilan o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.